Sambozini yeyishni bilib qilolmaydiganlar jiqqi deyman tuqqanlar. Amaliyotda sambozni qilish shunchalik osonmi? Cho'nglarni emroq ballan bitta ikkita ko'tirib yeya ketadigan odatda dasqa yo'gilib bir yerlarni yo'qlasaqmi sovqasin bo'laveradigan shunday qolay bir tamoq. Oldi bilan xamirniki tuzini normal tetib, azaraq moya qo'yib, aqlliq to'xtatmasdi bitta chiq normal xamirni urib olamiz, jumi? Aka go'sht, piyoz, sabzlarni videodagidek ushaqlab to'g'rab olamiz. Mayimiz qizg'andiki go'shtni sep qo'rimiz, pechchan qovratmasaqmi bo'ldi. Aka to'z piyozlarni sep 15 sekund qo'rg'andiki sabzini sep yana 1 minut ilashtiramiz. Andi sambozning cho'qim, tuzi, xurishlari yaxshi etish kerak tuqqanlardan bo'lmasa cho'pchani zala qo'ygandek birin bo'qaldi uchun. Menga ishlatganim bo'lsa, hardan bag'andagi sifatli zira, qarmosh, hajot tatqiqlari samoq millatdan purida chiqadi, 30 sekund ilashtirib to'xtatsak bo'ldi. Men uyda taxta, xalo, uya bu yana millatga rasmiy to'liqdan ketmay tuqqanlar biza egispasi yil qaytdan xamirlarimiz. Lekin yanada so'mlik o'zinglarni deb talablar bo'yicha maxsus o'zinglar yo'llaytimiz tuqqanlar cho'qim yo'ltuz yurak belgilarini bosib saqlavag'ash bizni qo'llashni hargiz unutqanmiz lojimi. Bekavqaga kimlarni qitasa ish qilib bu manti cho'sharjimiydigan ballama sambozni hargiz rad qilmam deke deyman. Endi cho'pchani jilsi desa jug'naraq kisavab ish bulun shaklida tugimiz tuqqanlar. Ishlatganim alloriniki 5 ni xali yashil o'lchimidagi oila uni salpal qaramtul bu on sababini demasam bilinlar. Lekin ta'mik ko'nmaslar boshqasiga ko'nmaylar. Bug'doy purab turdi-da. Meyimiz o'tda qizikasa unimiz ko'ykitishi mumkin. Lekin anda qizitmasak yana olmaydi uchun sambozni ushoq bujur ko'pmay qoldi terisi. O'tini pasaytmay turib sambozni solamiz. Chunki bularni sog'andiki nimay asosi o'kitida emasmi? Aka qiymimizmi pishib qo'ygandiki, unimizmi pitir ham nepiz o'g'andiki o'rib-cho'rib birash kimni suzib olsaqli bo'ldi tuqqalar. Jiq zalavat meni. Lekin yurak besishni hargiz unutqamaydi jimo tuqqalar. Mashtaq tafsiri, mashtaq astoydil holatda apimizni boshqa hech kim depameydi. Amiz tuqqanlarimiz inchkin tutlarga diqqat qilgan asosda bir qilib baqsa hammalarga xayr xo'sh, omon bo'lsa so'mlik tuqqanlarim.